Gap bo'lishi mumkin emas. Uyning to'g'i bilan birmi aka? Aka, uyning to'g'i bilan bir. Imkoniyatlarni tushundim. Baribir 30 millionga qimmat aka. Aminman. Timur sen narxida adashibsan. Bu 15 million so'm narxi. Shunda ya 30 million deb nima haqida gaplashdik biz? 30 millionga yukun beramiz-da. 15 million mi bu? 15 million so'm narxi. To'xta yuradi. Shunday. Tezligi Tezligi 60 km/soat. necha akkumulyator bor? 2, 3. 6 akkumulyator 70 amperli. Aka necha tonna yuk tortadi bu? Temur test drive'larda 1,5 tonnagacha yuk bemalol tartganini ko'rsatib berdi. Onda men do'konga produkt olib kelmaga, bozorga kirdi chiqdilarga, ha? Shu bilan yuklab, ha? Bemalol. Taksi qilib o'tirmay. 15 million so'm bo'lsa, zo'r ekan akajon. Dastavka uyga necha so'm bilan olib berasizlar? O'zbekiston bo'yicha temur biz yerda dastavka bepul. Nega bunchalik zo'rsizlar? O'zlaringiz ishlab chiqarib qo'yasizlarmi? O'zlarimizning tovar xalq uchun xizmat qilamiz. Gap bo'sh mumkin emas. Men ko'ryapman, o'tgan safar skuterlar ham bonus qilyapsizlar, to'g'ri kelgan odamlarga. Birlarni beryapsizlar, birlarni beryapsizlar. Hozir buning bahasi 15 million so'm. 15 million so'm yana qiziq joyi bor. Dokumentlari qanday bo'ladi? Qiziq joyi bor. Buni 15 million so'm naqd pulda. Aha. Mijoz keldi, murojaat qildi. Aha. Yilliqqal'a rayonidan bir pasport bilan bir plastik taqdim qildi. Xudo xolasa buni bir plastik bilan bir pasport bepul hech qanaqa to'lovsiz dastavka qilib beradimiz. Aka, necha kun yuramiz shu bir plastik bilan bir pasportni yang'izlab? Xudo xolasa azonda kelsa obedgacha ishi bitadi. Qo'shni zo'r. Yana dastavka qilib berasizlar, ha? Yana dastavka. Yilliqqal'ga. O'zbekiston bo'yicha. Gap bo'sh mumkin emas. Bahasi 15 million so'm. Tezligi 60 ekan. Bir zaryad bilan 70 km yuradi ekan. 1,5 tonna yuk bosasan. Xuddi shunday. Zo'r. Zo'r. Yana zo'r yog'i bor-da. Uyingizda svet yo'q bo'lsa ham bunda svet bor-da, har doim. Shu men ham hayron bo'ldim hozir shunga. Buni odimiga tig'amiz. Ava. Yana Daryoning bo'yina bor baliq qarmoq qurmog'i bormi? qarmoq quraman, boshqa Buni yetaman. bortdim deb yozdirib, ha? Menga bir ko'rpachani qo'yma. Xuddi shunday. Ko'rpacha o'rta bir stolni qo'yib yuborib, ha? Kelin bola bilan ha, romantika qilib. Baylaverasiz ustuna. Ha, menga bir unda tayoq qo'yish kerak ekan-da. Baylaverasiz. Ketaveradi shu bilan. Zo'r, zo'r. Aka, bahasi 15 million bo'ladigan bo'lsa, daragingda bormi? Temur bundan Uka, bu oxirgisi edi. Boshqa qamadi, bilmay qapmiz. Xudo xolasa hozircha nalichida 56 dona bor. Ha, shundaymi? Reklamada 15 million deb ertan kelgan klientlarga qanday 15 millionlik mototsikl desa, o'zi oxirgisi shu edi deb ya boshqa birlarga o'xshab o'tirmaysizlarmi axir? Hech qanday. Biz yerda unday gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bog'laringdan o'zingizni mototsiklingizni sразу bron qiling. Bahasi 15 million ekan, 56 dona mototsikl qoldi dedi akamlar. Shundaymi? Xuddi shunday. Basing.